2026-yilgi soliq islohotlari aynan sizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Agar siz ilk bor qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'iga o'tsangiz, 1 yil davomida foyda solig'idan to'liq ozodsiz. Ya'ni davlat sizga o'rganish uchun vaqt va imkoniyat beryapti. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu videoni ko'pchilik ko'rgan bo'lishi kerak. Lekin Soliq kodeksining 337-moddasida boshqacha tartib belgilangan. Ya'ni agar siz ilk marotaba aylanmadan olinadigan soliqdan qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'loviga o'tsangiz, o'sha o'tgan yilingiz uchun siz foyda solig'i to'laysiz. Ushbu imtiyoz sizga keyingi yildan boshlab 1 yil davomida beriladi. Ya'ni siz keyingi yilda 1 yil foyda solig'i to'lamaysiz. Shu sababli soliqlarni to'g'ri rejalashtirishda adashmang, bizni kuzatishda davom eting. Rahmat, sog' bo'ling.